B kompleks vitaminga yana bitta qo'shimcha. Ko'pchilik aytadi, menga mioma bor yoki bo'lmasam menda o'sishga moyillik bor, yoshim katta bo'ldi, menga doktor ruxsat bermagan, icholmayman B vitaminini deydi. Lekin buni shunday tomoni bor. Bu boshqa vitaminlarga qaraganda, boshqa kompaniyani B kompleksiga qaraganda bitta farqli tomoni bor. Bu organika. Organika degani bu tayyor o'simliklardan olingan vitamin. Shuning uchun buni bemalol ichish mumkin. Bizga doktor B vitaminlari bor oziq-ovqatlarni ham cheklamagan-ku, to'g'rimi? Misol uchun bizda ko'katlar, go'sht, sabzavotlarda ham B vitamini bor, lekin doktor bizga bularni cheklamagan, chunki ular tabiiy mahsulot. Xuddi shunga o'xshab, mana shu B vitamini ham tabiiy mahsulotni bemalol ichishlaringiz mumkin. Tavsiya qilaman ayol kishi uchun, ayniqsa judayam zo'r. Ayollar rosa ko'p energiya sarflaydi bir kunda. Ana shu energiyalar o'rnini qoplab beradi, charchoqdan sizni qutqaradi.